To'shi. Faqat yeysan-a sen? Qo'shni, qanaqa qilib xotiningni bilan ushlayapsan? Sen qanaqa qilib bu ahvolga solgansan? Endi Rossiyada yurganman-da. Ey, yur. Sizlarga bitta cho'poncha, keyin qanaqa salat yeysan? Gretskiy salat. Sizlarga nima? Bizga ikkita chuchvar aka. Bitta shakar olib kelasiz. Nonni mo'lagidan yeysiz. Bo'lmi? Ha. Tezlashtirib bering. Kelin, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. O'tir, qanaqa tug'ilgan kun? Moncha narsa aytishyapsan, tug'ilgan kun emasmi? Buncha ovqat bilan to'y bo'ladi-yu. Hozir to'y qilamiz, oshna biz qaling, olinglar. Pichoq yo'q pichoq. Hozir aytamiz. Chanaqalar mana bunga. Olinglar. Ol. Qani ol xotin. Sizlar ham olinglar, mayli. Bo'ldiga, rahmat. Aka bizga shot berib oling. Ikkita paket ham bering aka. Nega? Salatda. Sabr qilib olish kerak-da, o'g'il bo'ladi. Voy, ani aralashib o'tibdi-yu. Ha, uyga borib ikkalasini ajratib olamiz. Jon, menga kurimga kiz berib yuboring. Mana Tirnog'ingni oldirib ol. o'zi bunaqa narsalarni kam-kam olib, sveji yeyish kerak-da. Uf, shuncha narsa olish shartmidi? Ha, endi uyga 2 oylik olib bormasa bo'lmaydi-da. Uyda moldek, kamdan ishlaydi-yu. Hech bo'lmasa ko'tarishing. Seni nima olganman? Mol. Кайф заработан потом и кровью. Деньги, деньги.